Video ko'ringlar oxirigacha. 50 ming beraman. Velosipedingni haydab ketayotgan joyingni boshingni 5 marta aylantirasan. Tushundingmi? Mana shunaqa. Boshingni aylantir. A few moments later. Mana shu narsa bo'lishini biluvdim-da. Hech narsa qiladimi? Bor dedi. Jiddiy tushdi. Bitta kul bo'l, kul. Hurmatli qadrdonlar, videoni ko'rdik. Bu endi o'yin emas. Birinchi videoda ko'rganimizda bir aka bolani 10 ming so'm beraman deb xuddi shu holatga soluvdi. 10 ming beraman agar haydayotgan paytingda 3 marta boshingni mana shunaqasiga Ikkinchi aylantir. videoda bir qiz ham xuddi shunaqa holatga soluvdi bolani. 10 ming so'm beraymi sen? 10 ming so'm beraman, morojniy ham olib beraman, lekin qara, shu vallani baku, kallang iminlab aylantirib, 3 marta ishlab kallang aylantirib. Bu o'yin emas-da bu yosh bolalarning hayoti. Odamlar bu kontent uchun, prosmotr uchun nimalar qilyapmiz? Bularga chora ko'radiganlar bormi? Bu trendga aylanib bo'ldi уже. Biz uchun bu ozgina pul bo'lishi mumkin. Boshqalar uchun bu, bolalar uchun bu katta pul hisoblanadi. Bolalar buni bilmaydi ertaga bu yomon holatlarga kelishini. Hozir videoda ko'rdik. Bola yiqilib tushdi. Qonadi og'zi bunni. Ertaga yomon holatlar bo'lishi mumkin. Bunaqa videolar ko'rayotganda izohlarga kulgili smayillar jo'natib, yaxshi ish qilsan, bunaqa deb yozmasa, bularni yo'qotish kerak bularni. Ertaga yaxshi bolani o'rniga o'z farzandingiz bo'lib qolishi mumkin. Bularga chora ko'rish kerak. Bunaqa videolarga like bosib quvvatlarsak biz ertaga bu trendga aylanib ketar, hamma bolalarda qilishadi bular. Prosmotr uchun, like uchun.